Amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq Starlink sun'iy yo'ldosh aloqa qurilmasini O'zbekiston Respublikasi hududiga tegishli ruxsatnomalarsiz olib kirish va undan foydalanish taqiqlangan. Shunga qaramasdan, ayrim hollarda fuqarolar tomonidan mazkur qurilmani chegara bojxona postlari orqali noqonuniy ravishda olib kirishga urinishlar kuzatilmoqda. Jumladan, Jartepa chegara bojxona posti xodimlari tomonidan ana shunday huquqbuzarlik holati fosh etildi. Qo'shni davlatdan O'zbekiston hududiga kirib kelayotgan fuqaro boshqaruvidagi Mercedes-Benz rusumli avtotransport vositasi belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilgan. Jartepa chegara bojxona posti orqali qo'shni davlatdan O'zbekiston Respublikasiga o'tish uchun yashil yo'lak orqali harakatlangan yo'lovchining bagaj sumkasi xodimlar tomonidan ko'zdan kechirilganda, yo'lovchining bagaj sumkasida yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida yozib ko'rsatilmagan hamda tegishli ruxsatnomasi bo'lmagan Starlink nomli qurilma borligi aniqlandi. Hozirda holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, ushbu qurilmani O'zbekiston Respublikasida olib kirish hamda foydalanish amaldagi qonunchilikka ko'ra taqiqlangan.